Assalomu alaykum, xayrli kech barchaga. Hozirgi gapirmoqchi bo'lgan so'zlarim balki biroz g'alati tuyulishi mumkin sizlarga. Men hozir ajrimdan keyin qanaqa qilib Instagramga kirib kelganligim to'g'risida gapirib bermoqchiman sizlarga. Aynan mana shu katta hayotimdagi burilishdan keyin Instagram olamiga qanaqa qilib kelib qoldim. Shu haqida bo'ladi bugungi suhbatimiz. Men Adiba Ihsanboyevna, IELTS balim 8, xalqaro toifali ingliz tili fani o'qituvchisi, pedagogman. Ishoninglar, hurmatli kuzatuvchilar, men ham xuddi sizlarga o'xshab oddiygina bolalar bilan o'ralashib qolgan, kasha, pampers, qozon tovoq, uy ishlari bilan band bo'lganman. Chunki 3-farzandim kichkina edi, lalichka edi. Men oliy ta'limdan, ya'ni akademik litseydan onalik ta'tiliga chiqqan paytim edi. Turmush o'rtog'im bilan biz 0 dan sekin ko'tarilganmiz. Universitetni ulayam manam bitirgandan keyin birgalikda tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib, barcha qiyinchiliklarni hammasini birgalikda yengib 8 yil davomida men qo'limdan kelgancha turli xil akademik litseylarda dars berdim. Bir vaqtni o'zida ikkitalab oliy ta'limda, ya'ni litseylarda ishlashimga to'g'ri kelgan paytlar bo'ldi. Mana shu ikkita farzandim bor vaqtida o'quv markazlarida ishlashimga to'g'ri keldi. Chunki biz 0 dan hech kimning yordamisiz ko'tarilib kelganmiz edi. Keyin shunaqa moment bo'ldi. 3-farzandim Yasmina, lalichkam tug'ilgan paytda 7 oylik chaqaloqligida men butun hayotim ostin-ustin bo'lib ketdi. Tasavvur qilinglar, siz 8 yil davomida har qanaqa vaziyatga ko'nib, yashab, chidab keldingiz, birgalikda yo'qchilikni ham kechirdingiz. Shunaqa momentlar bo'lganki, hattoki men o'zimni daromadimni o'zim ishlata olmasdim. Sababi o'sha oila boshi turmush o'rtog'imga birgalikda o'sishimiz uchun, birga butun bitta idealni sharoit yaratishimiz uchun ikkalamiz ham harakat qildik. Endi shunaqa holat bo'ldiki, 3-farzandim tug'ilgandan keyin hamma narsa ostin-ustin bo'lib ketdi. Men hammasi haqida podrobniy gapirmayman, lekin men hozir gapirmoqchi bo'lgan gapim shuki, Instagram va Telegram, umuman YouTube olamida umuman yo'q odam. Agar menga masalan 2 yil oldin kimdir kelib, "Adiba, san 2 yildan keyin shunaqangi ayol bo'lasanki, seni hayotingda shunaqa kunlar kutyaptiki, seni millionlab o'quvchilaring onlaynda, dunyoni istagan chekkasida, Avstraliya bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, umuman chekka Berlin bo'ladimi, o'sha butun olamdan, butun dunyodan o'quvchilaring bo'ladi seni" deb aytganda va Instagramda juda ham mashhur bloger, o'qituvchi bo'lasan deganda men ishonmagan bo'lardim. Chunki haddan tashqari vakuum ichida men yashaganman-da. Haddan tashqari men mana shunaqa qobiq ichida bo'lganman. Haqqim yo'q edi tashqariga chiqishga. Hozir ba'zi birovlar uchun g'alati tuyulishi mumkin, ishonmasligingiz mumkin, lekin yashagan odam biladi bu narsani. Meni holatim, vaziyatim tushgan odamlar biladi. Hattoki ko'chaga chiqishga ham, hattoki qarindosh urug'lar bilan uchrashishga ham, sinfdoshlar, kursdoshlar bilan bo'ladi-ku, yig'inlarda, bolalarim bilan hattoki batutlarga oddiy joyga borishga ham umuman nima desam ekan, shunaqangi ruxsat yo'q edi umuman olganda. Tashqaridagi holatga chiqishga haqqim bo'lmagan meni. Xuddiki nimanidir tashqariga agar chiqsam, mana shu zonadan tashqariga chiqsam, nimadirni bilib qolaman. Nimanidirni anglab qolaman. Lekin afsuski, oyna etik bilan yopib bo'lmaydi. Bu narsani bilganimdan keyin yuqoridagi aytgan gaplarimni hammasini negizida, tub-tubida meni bitta maqsadim bor sizlarga, ayollarga aynan. Har qanaqa holatda ham o'zingizlarni ustingizda ishlashinglarni targ'ibot qilaman. Ya'ni bilim olinglar, o'qinglar, oliy ma'lumotli bo'linglar, ta'lim olinglar. Har qanaqa boshingizga tushadigan situatsiyalarda, hayot har qanaqasi sinagan vaqtda ham chiqib keta olasiz. Mana shu qorong'ulikdan 3 nafar farzandingiz bilan yolg'iz o'zingiz chiqib keta olar ekansiz. Men aytmoqchi emasman, bu bilan sizlar chidamanglar, men chidadim yoki ajrashinglar deb hech narsani targ'ibot qilmoqchi emasman. Diqqat bilan gaplarimni tinglanglar. Men aytmoqchi bo'lgan gapim, mana shu ingliz tiliga bo'lgan muhabbatim, tilga bo'lgan meni mehrim, tilga bo'lgan meni o'qiganim, bilim olganim, oliy ma'lumotli bo'lganim mana shu tubsiz jarlikdan olib chiqdi. Agar mana shu bilimim bo'lmaganda edi, men hozir yig'lab o'tirgan bo'lar edim.
yig'lab o'tirgan bo'lar. Bolalarim qanaqa qilib boqaman? 1,5 million aliment puliga 3 nafar farzandimni. Qanaqa qilib yetkazaman? Nima bo'ladi? Uysiz, joysiz qoldim deb nechtadan nechta aqli yo'q ayollar o'zini joniga o'zi qasd qilyapti-da. Masalan, men ko'rib prosta hayron qolaman. Aqlsizlik, ongsizlik deb o'ylayman. Bilim yetishmaganligi sababli, o'ziga bo'lmagan ishonch pastligi sababli, ishonch yo'q o'ziga bo'lgan. Hurmatli ayollar, biz bu dunyoga faqatgina, meni fikrimcha, sinovlardan toblanish uchun, sinovlarda sinalish uchun yashashimiz kerak. Tushunasiz? Kimgadir bog'lanib yashash bu noto'g'ri. Kimgadir hayotimizni ipsiz bog'lab yashash bu juda ham katta noto'g'ri. Shu, meni asosiysi aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, 14 ming so'm pul bilan qolib ketgan adiba shunaqa vaqtlar bo'lganki, hattoki svetga to'lashga puli yo'q bo'lgan, dekabr oyida, qishli kunida nima qilishni bilmasdan, kashasiga, pampersiga puli yo'q bo'lgan adiba aliment pulini ishlatib bo'lgan, keyingi oygacha yana 1,5 million tushguncha nima qilishni bilmayapti. Qo'lida 2 bola, bog'chaga boradigan bog'cha yoshidagi bola, bitta bola 7-8 oylik chaqaloq. Mana shunaqa положениyadan meni faqatgina fanga bo'lgan muhabbatim, ingliz tiliga bo'lgan katta mehrim meni yashashga undadi. Men mana shu Instagram tarmog'iga ham birinchi o'rinda bir dona O'rizordan 125 mingga sotib olgan selfie palkamni men haligacha eslayman. Shu 125 mingga sotib olgan kichkinagina selfie palkam bo'lardi. O'sha selfie palkamni qo'yib, u vaqt individualni ishlaganman, qo'yib do posle qilib olib chiqqanman. Mana bir haftalik oldingi rezultat, bir oylik oldingi rezultat va poslesi qanaqa bo'lyapti. Mana shu meni bir donagina shu selfie palkam bo'lardi, telefonim bo'lardi, oddiygina Poco telefonim. Endi Alloh agarda seni rizqingni keng qilib qo'ysa, Alloh agar senga kuchli mana bu yeringga pedagogik mahoratni tushuntirib bera olish qobiliyatini bergan bo'lsa, hech narsa sizni ushlab tura olmas ekan. Men yana bir narsani aytmoqchiman. Menda bu mahorat avvalan bo'lgan. Menda bu pedagogik mahorat, layoqat, tushuntirib bera olish qobiliyati. Men yillar davomida akademik litseylarda ishladim. Yillar davomida o'quv markazlarida tinimsiz ishladim. Uyda repetitorlik tinimsiz bo'ldim. Lekin mana shu Instagram va YouTube tarmog'iga kirib kelishimning asosiy sababi bu boyaga aytgan narsa, ya'ni bum bo'lgandan keyingi har qanaqa kuchli ideyalar yo'qchilikda chiqadi degan gapni aytmoqchiman. Har qanaqa kuchli ideyalar, kuchli xohish, kuchli istak, biror bir narsani qilishga bo'lgan ichingizdagi bir da'vat bo'ladi-ku, motivatsiya bo'ladi-ku, o'shunaqa holat yo'qchilikdan chiqar ekan. Prama 0 bo'lib qolasiz-ku, nima qilishni bilmayapsiz. Bolalaringizni qanaqa qilib boqishni bilmayapsiz. Qanaqa qilib umuman olganda вообще bu narsani men dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Lekin bir narsani o'zimga bilib oldimki, haqiqiy motivatsiya bu kimlardirga isbotlab qo'yish uchun emas. Kimlargadir men ko'rsatib qo'yaman qanaqa inson bo'lganimni, men ko'rsatib qo'yaman, men qanaqa qilib noldan shunaqa bo'lganimni degan targ'ibotni olib bormayman. Men maqsadim shuki, har qanaqa holatda ham ayollar, boshingizda nima kulfat tushishingizdan qat'iy nazar, agar bilimingiz bo'lsa, men garantiya beraman. Любой sohada til bo'lmasin mayli. Tikuvchimisiz, rassommisiz, boshqa fandagi o'qituvchimisiz, masalan, parikmaxermisiz, kosmetologmisiz, har qanaqa holatda eplab ketar ekansiz, agarda sizda kuchli bilim bo'lsa. Tushunasiz? Endi 8 hech kim menga ham kafolat bermaganda-ku, 8 yil yashadim-da, yaxshi yashadim, baxtli yashadim, xursand bo'lib yashadim-da. Har qanaqa kunda birgalikda o'tkazdim. Lekin aynan 9-yili shu narsa bo'lishini, aynan 9-yili men Adiba Sanbayevna keraksiz bo'lib qolishimni, 3 nafar farzandim ham keraksiz bir buyumga aylanib qolishimni men bilmaganman-da. Tushunasizlar? Shuning uchun hech kim bilmaydi ertaga, faqat Alloh biladi bizni ertaga nima kutayotganligini. Faqat u biladi. Tushunasizlar? Shuning uchun agar sizlarning qo'lingizda hozir diplom bo'lsa, agar sizlarning qo'lingizda shunaqa imkoniyat bor, qaysiki lavozimingizni oshirmoqchisiz, qaysiki sharoitingizni yaxshilamoqchisiz, ish lokatsiyangizni o'zgartirmoqchisiz, IELTS olishingiz kerak, sertifikat olishingiz kerak, lekin siz har xil sharoitlar yo'q yoki o'zimda imkonim yo'q, bolalarim bor, bu bo'lib kechiktirayotgan bo'lishingiz mumkin-da. Lekin bir narsani bilib olinglar, bu video ham bekorga qo'yilmayapti. Ichinglardagi o'sha anaqalarni, kapalaklarni o'chirish uchun. Kapalaklarni ichingizdagi har bitta inson ichida kapalakchalar bo'ladi. O'sha kapalakchalarni o'chirish uchun mana shu videoni men sizlarga aytibman. Bu sizga meni hayotimni bir misol sifatida sizga gapirib berdim. Yuqoridagi eshitgan hozirgi aytgan gaplarim bilan men hech kimga ajrashishni taklif qilmayapman. Men aytmoqchi bo'lgan gaplarim, insonga imkoniyatlar ko'p marotaba beriladi.
man hozirda onlaynda 8 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarni bir oyda qanaqangi noldan prямо olib chiqib shunaqa gapirtiryapman, shunaqangi butun zamonlardagi chalkashishlar yo'qoldi, erkin gapiradigan bo'lishyapti va ulardan kelayotgan natija, ulardan kelayotgan otsivlarni ko'rib, dunyoning barcha nuqtalaridan o'quvchilardagi rezultatni ko'rib, o'zimga bo'lgan ishonchim qaytyapti. Qaysi ishonchim qaytyapti? 15 yil avvalgi 2011-yilda birinchi kurs talaba bo'lgan vaqtimdagi Parpiyeva Adiba Ehsonboyevnani ishonchi yana o'ziga qaytyapti. Tushunyapsizlar? Men nimaga bunaqa deyapman, tushuntirib bermoqchiman, bu gapimga oydinlik kiritib ketdi. 2011-yilda men talaba bo'lgan bo'lsam, o'z kuchim bilan 204 ball bilan grant asosida o'qishga kirganman. 2 yil badriyatiga kontrakt bo'lgan va 3-yil o'qishga kirdim 204 ball bilan. Endi qaranglar, kirdim-a? Xo'p, o'sha vaqt jarayonidan turli xil o'quv markazlarida ishladim. Hattoki kursdoshlarimda 10 tadan ortiq kursdoshimga dars o'tishni boshladim. Sizlarga yolg'on mangachin, bilsanglar agar bizning paytda, hozir u paketlar yo'qolib ketdi, Aygen paket bo'lardi, Aygen. Ana shunaqa paketning ichida to'la meni pullarim bo'lardi. O'sha vaqtdayoq mana shu mahoratlarim bo'lgan. Mana shu o'qita bilish, shunaqa holatlar bo'lganki, bitta o'quv markazidan ketib boshqa o'quv markaziga ketadigan bo'lsam, shunaqa holat bo'ldi. Agarda hozir meni tanigan, birga ishlagan hamkasblarim bo'lsa, shuni aytmoqchimanki, Study Abroad o'quv markazidan Express Study'ga o'tayotganimda, qayt, seni o'quvchilaring so'rayapti, boshqa guruhga o'tmaymiz, shu ustoz kelsa, ya'ni men Parpiyeva ustoz kelsa, Ehsonboyevni kelsa, o'tamiz, 60 ga 40 ishlaymiz, senga 60, menga 40 qoladi o'sha zdaniyani, o'sha sentr xo'jayiniga degan takliflar bo'lganda, ishonasizlarmi? Bu mahoratim, o'qita bilish, tushuntira bilish qobiliyatim avvaldan bo'lgan. Lekin 8 yil davomida men 3 nafar farzandni dunyoga keltirish jarayonida shunaqa holatlar bo'ldiki, men turli xil o'quv kurslarida, aytdim-ku boya, turli xil akademik litseylarida, Toshkent tibbiyot akademik litseyida, arxitektura va qurilish universitetini qoshidagi litseylarda ishladim. Ammo lekin baribir ham o'sha vakuum ostida, o'sha qobiq ostida, o'sha disiplina asosida bo'ldi-da. Baribir men oilaliman, uy ishlari, bolalar, chegara bor, ограничение bor-da hamma joyda. Noto'g'ri tushunib qolishinglar mumkin hozir. Qanaqa qilib 15 yillik ish tajriba deb aytasiz deb. Qaranglar, 2011-yildan boshlab ish faoliyatini boshlagan bo'lsam, 2025-yilgacha men mana shu yillar davomida 3 nafar farzandimga dekretga chiqqan vaqtlarimni olib tashlasam, doimiy progressda bo'lganman. Doimiy progress ish faoliyatida bo'lganman. Ammo lekin 3-farzandim Yasmina shunaqangi riskli, barakali, shunaqangi bir umuman boshqacha bitta katta hayotimizda burilish bo'ldi. Mana shu farzandim tug'ilganidan keyin. Turmush o'rtog'imning lavozimlari oshdi, haddan tashqari oylik daromadlari ko'paydi, katta bizneslar qilishni boshladilar. Barakali tug'ildi-da chaqaloq. Ana shundan keyin men kerak emas bo'lib qoldim. Ana shundan keyin boylik, kibr, yana nima deb atasak bo'ladi buni? O'ziga bo'lgan ishonch, ya'ni pul odamni o'zgartiradi, bilsanglar agar, ayniqsa erkaklarni pul o'zgartiradi. Shuning uchun hayotim ostin-ustun bo'lib ketdi, aynan mana shu kichkina Lalichkam tug'ilganidan keyin. Bu bilan men aytmoqchimanki, sizlar kutmanglar o'sha oxirgi bum tupikka tushaman, o'shanda keyin men o'qishni kuchaytiraman deb. Men hayotim shunchaki sizlarga bitta misol, bitta dona oddiygina example bo'lyapti sizlarga. Lekin bor imkoniyatdan foydalanish kerak. Hozir sizda imkoniyat bormi o'rganishga, ertaga hech kim bilmaydi hayotingiz qanaqa bo'lib ketishini. Marhamat, o'rganing, biling, bemalol. Tushunasiz? Xo'p, shunaqa ayollarni bilaman, qaysiki ingliz tilini o'rgangandan keyin 180 gradusga hayoti o'zgarib ketgan. Oddiygina shunaqa bir tajribamda shunaqa onlaynda bir ayol o'qidilar. Men avval oddiygina Tashmi bolnitsasida medsestra edim.
shunaqa bemor keldi, chet eldan investitsiya kiritib, o'zlariga частный maktab ochgan ekanlar. Toshkentda частный maktab ochib, o'sha yerda ish faoliyati yurgizadilar. Direktor. O'sha ayol kasal bo'lib qoldi, deyaptilar. U ayolga men tinimsiz qaradim, til bilmayapman, lekin meni qabulimda, meni bemorman, qarashim kerak ularga. Ukol qilardim, 24/7 ularni qaradim. Va shunaqa tarjimoni bor yonida menga mehri tushib qoldi. Sen agar til bilganingda edi, men o'zimni o'sha частный maktabimga sestra qilib olardim, debdilar. Qarang-da, qanaqa holat. Ko'ryapsiz? Shu ayol gapirib beryapti menga, aytib, nimaga o'qiyapsiz? Nima sabab desam, men hayotimni, moliyaviy ahvolimni, sharoitimni yaxshilamoqchiman. Xo'p, qanaqasiz, siz sohangiz nima desam, men oddiy medsestraman, Tashmi bolnitsasida ishlayman. Shunaqa taklif tushdi. Menga 1 yil imkoniyat berildi. Agar shu 1 yil ichida men ingliz tilida erkin so'zlasha olsam, erkin gapira olsam, o'sha opani, o'sha ingliz ayolini частный bog'chasi bor ekan, частный maktablari bor ekan. Ko'ryapsiz qanaqa imkoniyat? O'sha частный xajabi bog'chasiga deyaptilar, medsestra qilib, inglizcha gapirgan holatda bolalar keladi-ku ertalabda, ular temperaturasini o'lchaydi, sog'lig'ini o'lchaydi, qaraydi, gaplashadi, oddiy kontaktda ko'z kontakti bilan savol javob qiladi. Ana shunaqa qilib deyapti, oylik daromadimni mana bunaqangi narxda deb aytuvdi. Bir oyda $3000 beraman deb aytuvdi. Men o'sha yerda umuman shunaqa miyamga narsa keldiki, vau, bunaqa imkoniyat kamdan kam beriladi. Bu menga baxt qushi qo'ndi. To'shda juda ham mehribonman va kechasi uxlamasdan qarab chiqardim o'sha bemorlarimni deyapti. Hammaga shunaqaman, faqat inglizga va ayolga. Hammaga shunaqaman, lekin shu ingliz men qanaqadir yaqin oldi o'ziga. Shuning uchun o'qilolmadi. O'sha ayol ishonasizmi, shunaqangi qisqa vaqt ichida, chunki ichida yonyapti-da boyaga. Daromadni eshitdi, til bilgandan keyin nech bo'la olishini, ish lokatsiyasi o'zgaradi, ko'ryapsiz qanaqa-da. Bolalar bilan ishlaydi, muhit o'zgaradi, dunyo qarashi o'zgaradi, atrofida IQ darajasi baland insonlar do'stlashadi u bilan, ko'ryapsiz? Sharoiti yaxshilanadi. Onaning sharoiti yaxshilangandan keyin bora bolalarni ham sharoiti, oiladagi muhitni sharoiti, oiladagi xonadondagi atmosferani nafasi ham boshqacha bo'ladi. Havosi ham boshqacha bo'ladi. Tushunasiz? Shuning uchun agarda shunaqa imkoniyat sizlarga berilgan bo'lsa, bu shunchaki misol men sizlarga aytdim, shunchaki misol aytmayman. Bunaqa holatlar juda ko'p, juda ko'p. Qaysiki shu sizga shunaqa holat bo'lmasinki, men shu tilni bilishim kerak. Sizda shunaqa holat bo'lishi kerakki, men mana shu tilni qisqa muddat ichida o'rganishim kerak. Yuqori ball olish uchun universitetiga kirayotganda, magistratura uchun, PhD uchun, ingliz tilida erkin ravon gapirish uchun, ishxonaga yangi joyga ko'chmoqman, lokatsiyani o'zgartirib, suhbatdan, besedadan erkin gaplashib, erkin muloqot qilib gaplashish uchun, maktabda o'qiyotgan bo'lsangiz, maktabda eng yaxshi nomer 1 o'quvchi bo'lish uchun, talaba bo'lsangiz, universitetdagi eng zo'r student bo'lib yuring. Marhamat, kim sizni ushlab turibdi? Bo'lmadi deb kimdir aytayaptimi? Bo'lish kerak. Nomer 1 bo'lish kerak. Familiyangiz mashhur bo'lib ketish kerak. Universitetda otchestvangiz mashhur bo'lib ketishingiz kerak. Anaqa institutda-da, menda mana shunaqa edi. Bo'lsin shunaqa. Shunaqangi zo'r o'quvchi bo'lingki, ustozlar aytsin sizlarga. Kelmagin bo'ldi darsga. Choraging ham, yilliging ham, attestating ham hammasi 5 desin. Desin shunaqa bo'lsin. Kim sizlarni ushlab turibdi? Ko'ryapsiz, o'zingizga ограничение qo'yinglar-da. Men bugun serial ko'rmasligim kerak, men bugun kino ko'rmasligim kerak, YouTube'da 4 soatlab, 5 soatlab o'tirmasligim kerak. O'zingizga ограничение qo'yinglar. Ishoninglar, shunaqa holatlar bo'ldi menda. Chet elda 10 yillab o'qib, yashab kelgan ustozlar bilan birgalikda kontaktda bo'ldim-da. Lekin pedagogik mahorat kam. Tushuntirib bera olish va tushuntirish qobiliyati kam. Tushunasiz? Siz shuning uchun sizga shunaqa imkoniyat berildiki, qaysiki любой возрастda bo'lmang, sizga shunaqa imkoniyat berildiki, necha yoshda bo'lmang, qanaqa xarakterda bo'lmang, hattoki hayotda o'zi uyalchanglar bo'ladi, bilsangiz agar. Fikrini to'liq aytolmaydigan, uyalchang insonlarni ham 180 gradusga o'zgartiradigan darajadagi pedagogik mahoratga ega bo'lgan pedagog sizlarga aytibdi. O'rgan va yana o'rgan, natijaga chiq. Men senga kafolat beraman. Sen 1 oy davomida agar men aytgan hamma metodlarimni qo'llasang hayoting jarayonida, qilsang shu aytganlarimni, albatta natijaga chiqasan deb men sizlarga kafolat beraman. Tushunasizlar? Hamma ham kafolat bermaydi. Men o'zimni qanchalar inson unaqa ekanda, o'zi inson o'zi haqida qanchalik ko'p ma'lumotga ega bo'lsa, shunchalik qadrli odamligini, qanchalik mahorati kuchliligini bilsa, nimalarga qodirligini bilsa, shunchalik kerakli insonligini bilar ekanda. Shuning uchun men hozir sizlarga kerakman. Men 1 oyga sizlarga kerakman.
Tushunyapsiz? Agar haqiqatdan ham hamma aytganimni, hamma metodlarimni bajarsanglar, raketa tezligida natijaga chiqasizlar. Agar lekin ichingizda qiziqish bo'lmasa, xohish bo'lmasa, dangasa bo'lsanglar, million pul to'lab chet eldan kelgan, 20 yil chet elda yashab kelgan ustoz mana bu yoqqa kelib, meni o'rnimdan turib dars o'tsa ham, ishoninglar, natija 0 ga teng bo'ladi. Nima uchun 0 ga teng bo'ladi? Chunki sizda, bu mana bu ichingizda olov yo'q. Olov bo'lmaydi, motivatsiya bo'lmaydi, xohish bo'lmaydi. Uning foydasi yo'q. Va alomat kelib o'tsa ham buni foydasi ola olmaysiz, tushunasiz? Lekin men bilan hammasi boshqacha bo'ladi. Istagan dangasa o'quvchilarni, hattoki ovqat pishirayotgan vaqtda ham ingliz tilida gapirish usullari va metodikalari, o'yinni plisos qilib ham, ko'chada futbol o'ynab ham, shaxmat shashka o'ynab ham do'stlaringlar bilan har qanaqa holatda, vaziyatlarda ingliz tilida fikrlash orqali, metodlarimni hayotda tatbiq qilish orqali ingliz tilini osongina o'rganib olasizlar. Faqatgina men bilan birgalikda. Agarda meni metodikalarimni hayotingizga qo'llasanglar va tatbiq qilsanglar, ishoninglar, o'zingizga bo'lgan ishonch 100% ko'tariladi, oshadi. Chunki men hayotimda shunaqangi og'ir vaziyatga tushib qolgan vaqtimda, ajrimdan keyin o'zimga bo'lgan ishonchim plyumsdan past darajada bo'lgan taqdirda ham o'sha 2011-yil 1-kurs talaba qiz adibani o'sha aytib berdim-ku yuqorida, aygen paket ichida to'la pullari bo'lgan adiba, sentrdagi direktorlar talashib yuradigan adiba, 60 ga 40, 70 ga 30 ishlaymiz, ishla biza bilan, o'quvchilar seni so'rayapti, qayt joyingga deydigan adiba bor-ku, o'shanga o'sha funksiyalarni hammasini yoqdim. O'sha 2011-yildan beri to hozirgacha o'rgangan barcha metodikalarimni aynan sizga o'rgataman mana shu 3 kunlik master klassda. Umuman olganda, xo'p, bu metodikalarni o'zingizga qo'llab ko'rib, o'shanda aytasizlar qanchalik natija olganingizni, o'zingizga bo'lgan ishonch qanchalik ortishini, ingliz tilida erkin gapira oladigan bo'lasiz. Men ishonasizmi, mana onlayndagi o'quvchilarning rezultatini ko'rib, 8 yoshdan 59 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarni ingliz tilida gapirtira olganimni ko'rib, shunaqa o'quvchilarni ko'rdim, tug'ilganidan beri ingliz tiliga boradi. 8 yil bo'ldi, pre-IELTS level'idaman deydi. Sarvinoz degan o'quvchi, agar o'zlari ko'rayotgan bo'lsalar, 1 oyda 4,5 dan 6,5 7 ga olib chiqdim mana shu qizni, speakingni ko'tartirib. Ko'rasiz? Bormagan o'quv markazlari, bormagan o'quv kurslari qolmagan. Bundan ortiq yana qanaqa baxt bor? O'quvchini rezultatini 1 oyda 4,5 dan 6,5 7 ga olib chiqish va buni mazasini, buni mehnatini, buni men natijasini ko'rganimdan keyin men qanaqangi darajada xursand bo'ldim, bilasizlarmi? Bu juda ham katta rezultat bu. O'quvchilarim natijasini ko'rganimdan keyin o'zimga bo'lgan ishonchim yanada yuqori darajaga ko'tarildi. Agarda siz ham bilim darajasi ko'tarilishini, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz oshishini, moliyaviy erkin bo'lmoqchi bo'lsangiz va bilimingiz kuchli bo'lgandan keyin qanchalar kerakli va muhim insonligingizni his qilmoqchi bo'lsangiz, til bilgandan keyin qanchalik daromadingiz oshishini o'zingiz bilsangiz va shu maqsadni oldingizga qo'ygan bo'lsangiz, marhamat ingliz tilini o'rganishni boshlang.